Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Labarxon, yaxshi yetib keldingizmi? Qiynalmadingizmi? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Uyga vazifani qildikmi? Ha, qildim. Ha, yaxshi. Unda bo'lmasa biz o'tgan darsni bir eslab olamiz. Xo'p. Qani Labarxon, yaxshi joylashib oldingizmi? Qani. Remishog'ini ochib qo'yamiz, ha? Chunki ochib qo'ymasak, chalayotganda mehlarimiz ochilmaydi. Registrni to'g'rilaymiz. Doimiy turishi kerak oq registrda. Qo'llarni to'g'rilaymiz, barmoqlarni. Buni bo'kib qo'ymaymiz, ha? Bu yerda nima turishi kerak? Kaftimizda tuxum turibdi deb tasavvur qilishimiz kerak. Yopig'roq turadi. Oyoqlarimiz to'g'rilaymiz. Oyoq holatlari stulda yarmiga o'tiramiz, ha? Ana shu holatda. Mana biz hozir to'g'ri joylashib oldik. Endi qo'llarimizni qizdirish maqsadida qo'l mashqlaridan foydalanamiz. Qani? Shoshilmasdan chaling, tiniqdan. Qani endi o'tgan darsimizni bir eslab olaylik, unga notani olaylik. O'tgan darsimizda qanaqa mavzu o'tgan edik? Sport nima bo'lish? Aha. Qani ijro etaylikchi.
asarini o'rgatish uslublari. Mana bu Albert Vossen 1910-yilda 22-mayda Germaniyada tavallud topgan. U nemis jaz akordeonchisi, bastakor va guruh rahbari hisoblanadi. 1925-1930-yillarda u Koloniyadagi Davlat akademiyasida fortepiano yo'nalishida o'qiydi. 1930-yilda Berlinda o'qishni davom ettiradi va akordeon yo'nalishiga o'tadi. Mana bu Albert Vossenning bir mashhur asarlaridan biri, Flick-Flack asari. O'lchovi 4/4 o'lchovda yozilgan. Keyin bu si bemol major. Hozir yangi mavzumizda o'tiladigan Flick-Flack asarini o'rganishdan oldin Flick-Flack asarining boshida ham si bemol major tonalitda yozilgan. Qani biz hozir siz bilan si bemol major gammasini bir ijro etib ko'raylikchi. Ketdik. Texnikaviy tezlashtirib. Mi bemol. Ikkinchi barmog'ida, yana bu marta. Mi bemol edi baba. Hozir siz bilan Flick-Flack asarini ozroq qismini ijro etib beraman. Asta-sekin ijro etamiz. Diqqat bilan e'tibor qilasiz. Xo'p? Shoshilmasdan. Keyingi qismiga o'tamiz. Flick-Flack asarining to'rtta takti o'ng qo'lida ijro etilgan, chap qo'lida уже to'rtinchi taktda 3E, 4E notasiga re notasi bosilgan. To'rtta taktni hozir ijro etamiz. Keyingi taktlarga ketamiz. Qani? O'ng qo'lda. Ras, ikki, ras, Sheriga re notasi bosamiz. Shu joyda to'rtinchi taktdan chalaylik. Endi keyingi taktlarga o'tamiz. Tushundingizmi? To'rtta taktni. Endi keyingi taktlar faqat yana to'rtta taktni o'ng qo'lda ijro etamiz, keyin chap qo'lda ijro etamiz. Qani? Chap qo'limizda sol ushlaymiz, sol minor ushlaymiz. Keyingisiga re sol minorga uramiz. Ana shu. To'rtta takt, ikkita taktimiz bir xil. Uchinchi taktimizga fa diez re septakordga uramiz. Fa diezni olib olamiz, birinchi nimadan, fa diez, keyin re septakordga uramiz. Ana shu. Keyin uchinchi taktimiz shunaqa bo'ladi. Ketdik. Mana bu taktimizni ko'ramiz. Endi keyingi taktlarimizga o'tamiz. O'ng qo'limizda sol bilan si bemol ushlangan. Sol bilan si bemol. Chap qo'limizga sol minor, yana sol minor. Ikkinchi taktimizga re minor, re minor. Ketdik. Qani?
keyin re sol septakordga uramiz. Keyin xuddi shunday ikkita taktimiz bir xil. 3-4 taktlarimizga do minor, sol, do minor uramiz. Xo'pmi? Ketdik. Qani shu joyda. Endi bu taktimizdagi sanoq noodatiy yozilgan. Ras i chap qo'limizga si bemol ushlaymiz, pastga tushamiz. Si bemol, major uramiz. Major, ras chalamiz. O'ng qo'limizga ras pauza, i ga akkord ushlaymiz. Sol, si, re. Ras, i, dva, i, tre, chi. Barakalla. Keyingi taktimizni o'tamiz. Mi bemol, sol, la, do. Bu nimamiz ham noodatiy. Ketdik. Chap qo'limizga mi uramiz. Minorga. Mi doni mi minor uramiz. Doni mi minor. Mi minorni do uramiz, do minorga ketdik. Ras, i, dva, i. Yo'q, sanoqmiz. Ras, i, dva, i. Reseptakord uramiz chap qo'limizga. Reseptakord. Re, la, fa, re. I, dva, i. Yo'q, birinchi takt. Re, la, fa, re. Sol. Barakalla. Bergan nima qo'yilgan ekan? Repriza. Birinchi voltani chaldik. Repriza o'zi nima vazifa bajaradi? Repriza yana chalganimizdan takrorlash. Qaytarish belgisi, to'g'rimi? Reprizada birinchi voltagacha qaytardik. Ikkinchi marta qaytarilayotganimizda birinchi voltani chalmay, ikkinchi volta chalamiz, ikkinchisini o'tib ketamiz. Mana bu yerga repriza qo'yilgani uchun yana boshidan repriza joyidan chalamiz. Ketdik qani. Ikkinchi voltaga keyin davom etib ketamiz. Hozir takror chalgan narsalarimizni qaytarib chalamiz. Voltaga ras, chalamiz. Ketdik. Mi bemol, qaytarib ketamiz. Do minor, do minor. Yaxshi, barakalloh. Tushundingizlar she'rigacha, Mana bu o'lchovlarimiz, murakkab o'lchovlar. Murakkab sanoqdagi yozilgan notalarimiz hisoblanadi. Hozir shularni yana qaytadan mana shu joyini ishlaymiz. Ikkita takt. Xo'pmi? Ketdik. Si bemol major olamiz. Shu joyini ko'proq ishlashga harakat qilishimiz kerak, chiqmagan joylarini, murakkab joylarini. Qani? Ketdik. I. Ras, i, va, si bemol major. Barakalla. Mana shu chiqmagan joylardagi murakkab sanoqdagi notalarni, akkordlarni uyda ko'proq ishlaymiz, xo'pmi? Keyin o'shalarni ko'proq ishlasak, bizga mana shu sanoqlardagi nimalar, akkordlar mana boshqa joylarda ham keltirilgan. Qiynalmay o'tib ketasiz.
Xo'pmi? Faqat notalar o'zgarishi mumkin, lekin sanog'i o'sha bo'lib qoladi. Tushundingizmi? She'rigacha. Nota yo'li Nota yo'li musiqada notalar joylashib 5 ta silqi joylashadi. Ular nota yo'li deyiladi. Qani Lobarxon, bugungi mavzumiz Flick-Flack asari sizga tushunarli bo'ldimi? Qanday savollaringiz bor Flick-Flack asari? Ustoz, men birinchi voltada ikkita taktini uncha tushunarli bo'lmadi. Sanoqlarimi? Qarang. Chap qo'limizda si bemol major pinch ushlanadi, o'ng qo'limizga ras, pauza, i ga tushamiz, keyin i 2 ushlaymizda 3 yana pauza bo'lyapti. 3 ga mana chap qo'limiz davom etadi. Ras, i 2, i 3, i 4 chap qo'l davom etyapti. O'ng qo'limizga faqat mana pauza bor joylariga ushlamaymiz. Pauza degan o'zi nima degan edi? Pauza, tinish, to'xtash belgisiga pauza deyiladi, to'g'rimi? Demak, biz bu yerda to'xtayapmiz, demak, pauza. Yana bu mana bu joyiga ras, i 2, i 3, i 4 mana bu yerga liga qo'yilgan. Liga qo'yilsa, mana bu ikkalasini qo'shib ushlaymiz, xo'pmi? Ras, i chorak notani yoniga nuqta qo'yilsa, ras, i 2 sanog'iga sanaladi. Keyin ras, i 2, i ga bu akkordga o'tishimiz kerak. Ko'rdingizmi? Keyin liga qo'yilgan. Ujun ligani ushlaymiz. Keyin 3i, 4i chorak notaga o'tamiz. Chap qo'limizda do, mi bemol ushlaymiz, keyin do minorga uramiz. Tushunarli bo'ldimi? Tushundim. Barakalla, Lobarxon. Chiroyli ijro etdingiz. Tushundingiz, sanoqlar bilan yaxshi ijro etdingiz. Rahmat sizga. Keyingi darsda bu Flick-Flack asarimizning davomiy qismlarini o'rganamiz va sizga chekka qilishga, ya'ni notalarni o'qishga berilgan notalarni o'qib kelasiz. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Yangi asar bo'lib o'tamiz. Mana asar Albert Vosselning asari. Shuncha shu tanimizdan iborat. Shunday bo'ladi. Chalishib, birinchi masalan partiyasini kal ko'rsataman. Tushunarli bo'ldimi? Buni o'rganamiz deb boshlasa yaxshi. 45 daqiqani taqsimlash degan joyda uyga borsa, eng ko'p vaqt uyga borsa ajratilish kerak. Endi umumiy o'qituvchi to'g'risida gapiradigan bo'lsak, mas'uliyatingizni hurmat qilishga, yaxshi mas'uliyatga yondashamiz. Natijalar yomon emas. Boshlig'ida kalitimiz sizlardan katta, ishlaringizni omad tilaymiz. Endi shu kamchiliklarga, domla aytgan kamchiliklarga e'tibor qilinsa, hammasi a'lo darajada bo'ladi. Haqiqatan endi bu 45 minutlik ochiq darsi chiroyli 45 minutga taqsimlanib o'tilishi kerak.